Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli barakotli bo'lsin deb bugun hafta kuniga chorshanba 28-may 2025-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Yazyamon tumani Yazyamon chorva qo'y bozorlaridan o'zingiz so'mkalarimizni olib boramiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Hurmatli obunachilar, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalar bosib qo'ying. Inshaalloh bizning kanalda muntazam ravishda bozor narxlarini, qo'y bozor narxlarini ko'rib olasizlar. Sizlarga manfaatli videolar bo'ladi. Birinchilardan borib yetib boradi video. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar. Qani bo'lsa video so'mkalarimizni boshladik. Qadrli obunachilar, mana videolarimiz birinchi navbatda dehqon akalarimizdan boshlayveramiz. Inshaalloh narxlarda o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bular aka hammasi qo'zimi, tish buzganmi? Qo'zi. Xo'p. To'rov ham sizga. Bu ikkovi necha million kashtan sog'rilar? 5 milliondan kam bor. Bularda-chi? Bir xil. Mo'lar enchi kattaroq ham o'z zoti yaxshiroq bularda. Savdosi necha puldan bo'ldi bugungi bozor aka? 42-43 dan savdo qilishyapti. Nobod telefon nomer qoldirilmaydimi? Bo'ldi. Akalar mana narxlarni ko'raverasizlar. 42-43 dan savdosi bo'lyapti. 5 milliondan baho etishyapti ekan. Hammasi qo'chqor. To'g'ri bu qo'chqor necha pul qilishdi? 42 dan so'rashdi. Mashina zo'r ekan lekin. 4 million 250. Ozorlanib bersin. Bo'ldi, xo'p bo'ladi aka. Xo'rada qo'yiladigan olaylar semiz ekan haqiqatdan. Qo'chqorlar sizlardanmi aka o'zi? Bular o'zi so'yadigan eganda, so'ygani qurbonlikqa yaraveradi. Qurbon hayitiga necha ikki tishtani? Bular qattiq qo'ylari o'zi aka? Bular toshloqda qo'ylari. Toshloqda qo'ylari, yeb ichlari hamma o'zi. Necha kilo bor triveslari? Triveslari 80 kilodan 100 kilogacha. 80 kilodan 100 kilogacha necha puldan pullari? Pullari 5,5 millionligi ham bor. 6,5 millionligi bor, 7 millionligi bor. 5,5 milliondan boshlanar ekan-da, 5,5 milliondan boshlanib. Sizlar o'zi shu qo'chqor shug'ullanasizlar aka. Passiyani qurbon hayit yaqin misolda kelib qolsa, telefon qilsa bo'laveradi aka. Necha nomerlar? 90 584 584 29 29 11. Trivesiga necha puldan berasiz aka? Trivesiga bir donasi 65 ming. 65 ming. 4 donasi 60. Ko'proq olinsa arzonroq bo'lar ekanda. Puli bas shutiga qiziq ekan akalar mana. Qancha ko'p olsang shuncha arzonlavarar ekan. Bir donasini 65 mingdan taroziga qo'yib berishavergan. Go'sht foizini ko'proq qilavergan semiz qo'chqorlar akalar mana. Bular ham aka qo'zimi tish uzgan bular aka. Zot kelgan mana shular aka. Inshaalloh mana zot qilaman degan akalarimizga qo'zi qo'chqorlarga necha puldan bular aka shu ikkovi? Ikkovini jichagan 5 dan qilishyapti. Jichagan 5 milliondan savdosi bo'lyapti. Qiziqqanlarga nomerlar qoldiraveramizmi aka? Yo'q. Qoldirilmaydi. Bo'ldi, hop sotib akalar mana. Xo'p, mana men aytdim, hisobi qo'chqorlar bor ekan akalar. Hali bu aytga yaqin qo'y olishda adashib qolmaylardi, narxlarni ham so'rab o'tib ketaveryapman. Nomer qo'yishmasa ham. Aka bular necha pul qilishdi bular? 5 million qilishdi. Bunisini 5 million qilishdi. Bu savdo bo'lmabdi. Bunichi? Buni 48, bunichi? Buni 48. Buni 48. Bitta mana savdosi bo'lmabdi. Necha puldan bo'ldi tog'a bular? Necha puldan bo'ldi tog'a? Necha puldan bo'ldi aka? Bittasini 5,5 beriladi. Ha, sotilmayapti. 14 million 900 tushasi. Bitta so'ramayapti deydi, uni rashni chiqarib oling. So'ramayapti. Ajvolar chiqaraymi? Ha, chiqdilar. Bitta so'ramayotgan qo'ylarni. Ha, odam so'rayapti. Bu qo'chqorlar qaranglar akalar, bu shim konkretniy qo'chqorlar aka. Mana shuni yeysanmi? Bular aka, mana bu beli. Bular saqa. Minishgachiga yosh bolalar. Qo'zimi tish buzganmi bu? 2 yashar, mana 2 yashar. Bunisi qo'zi. Ammo lekin junlari bor, vashi simjun ekan, haqiqiy. Nech pulga jupini aka? Buni 6 million 200 ga berman. Buni 62 ga. Buni 5 million qilishyapti. Buni 5 million qilishyapti. Bu beli sal tekis bo'lganda akalar, vashi konkret qo'y bo'lardi mashqot. Mana shu bo'ldi. Kitish bo'ldi. Aka, bu qo'zi bu. nomerlar qoldiramiz qiziqqanlarga? Aka, menimcha har doim sotib Ha, sotib oladimi? Bo'ldi, xo'p.
zararlarga men sotib ketishlari kerak. Do'stlar, mana Qo'chqorni zo'ridan so'raganlarga. Qo'chqorni ot qilib minishgan ekan. Mana bag'dan taqsir davomida ham semizlari bor ekan. Xudo xolasa hali qurbonlikqa so'raganlarga ham bor ekan, e'tiborlari. Birinchi boqmon ekan lekin. O'nisi yaxshigina u. Bekada u tish buzganmi, qo'zimi? Qo'zi. Xo'p, necha puldan biladi pullari? Qo'chqor qiladiganlarga ko'pa go'shtga maza qilib boqaman deganlarga zo'rlar. Necha puldan pullari? Bozor 10 million qo'ydi berdi. Ikkovini, bu ikkovini 10 million qo'yishdi. Bular qo'zimi ikkovi ham? Ikkovi ham qo'zi ekan. Bu uchovini-chi? Jahongir 4,5. Buni 4,5. Bular savdo bo'lgan. Bular savdo bo'lgan. Bular arzonroq, ha? Xo'p, nomerlar qoldiramizmi? 33lik 173 0909. Semizlari ham bormi? Nima ish qiladi? Telefon qilishlaringiz ish bitadi. Semizlari ham bor ekan, akalar. Qiziqqanlarga bugun Qo'chqorlar serob akalar mana. Videoni uzmasdan olib boraveramiz. Qo'chqormi uka bular? Sizgami bular? Sizlardanmi aka? Itlar yaxshimi bulardi? Xo'lasa, mana bu semiz ekan-a, bu ham sizga. Xo'lasa, qurbonlikqa so'raganlar mana shu zo'r semirib beribdi chiroqlarga. Nech pul mana shu sariq? Ha, 6 aka. 6 million kami bormi? Nechi tish buzganmi bu ham? 2 yashar ekan. To'g'risi vesga ham kelaveradi mana shu Qo'chqor. Bunisi nechi pul? Qarorog'i. Bunisi 5,5. 5,5 kami bor buni ham. Xo'p, nomerlar nechi? 91lik 043 53 53 13 raqamlarga qo'yish ko'rasizlar. 80. Nima deysiz? Bu vahshiy baquvvat ekan bu. Oyoq polvonidan ekan mana shu. Hali bir joyga olib boraman desalaynam. Bu nechi pul? Bu ham 6 kami bor. Telefon qilsa kelishiladi endi. Bo'ldi. Tushib beringlar. Telefon qilaverasizlar, ish bitadi bo'lsa akalar. Mana 2 yashar endi tish buzyapti ekan. Xo'lasa yoshiga to'ldirgan. Bozorlarni bersa. Mana bloger akamiz ham. Bloger akamiz bo'ladilar. Sizotboy aka. Hop. Bular Qo'chqormi aka cho'y ham? Nech pul qilish uchun? Buni 4, buni 42, buni-chi? Buni 4,5. Bo'yi past ekan, semiz Qo'chqorlar ekan akalar. Mana. Telefonda kichkina ko'rinadi, buqqa Qo'chqorlarga mana shular. Bo'y past haqiqatdan go'shtga bular faqat. Bozorlarni mo'nisi uzun ekan mana Qo'chqor. Xo'p, buni nech pul qilishdi? 48 so'rashdi mana shu. Bu bo'ydor ekan. Eti ham o'rta hol ekan eti ham. Sizlar obunachilar mana endi keyingi navbatda qo'zi Qo'chqor so'raganlarga qo'zi Qo'chqor haqiqiy zotlari kelibdi mana. Bular qaysi zotdan aka? Qanaqa zot bular aka? Arashani qayerdan kelgan? Kallalar chiroqlarga ani qo'ydi. Bular necha oylik aka? Tojikistonniki. 3,5 oylik. Nechta qo'shaysiz soliq? Bitta solig'i bor. Bitta solig'i bor. Qolgan hammasi Qo'chqor. Hammasi Qo'chqor. Necha pullar pullari? 3,5 dan kami bor, ha? Ilon yo'lida xabar berasizlar. Ha, bahol. Xo'p, nomerlar necha aka? 99lik 280 280 90 60. 90-60 raqamlarga aloqa chiqib bolaverasizlar mana akalar. Qiziqqan istifodalarga 3,5 milliondan kami bor. Solig'i necha pul? Solig'i ham o'sha o'zi bitta xolos. Solig'i bitta xolasa zotga kelib qo'ygan. Kamdan kam keladi. Bo'ldi. Akalar mana qiziqqanlarga endi zoti boricha puli balandroq bo'ladi, tushunasizlar. Bozorlarni bersin. Akalar sotilgan varianti nechi bo'ldi aka? 6 million 200 ming bo'ldi. Juda surbet Qo'chqor akani yurmayapti. Qatli obunachilar mana qo'zilardan ham chiqarib beraylik. Qo'zilar va Qo'chqormi bular so'lig'imi aka? Solig'i ko'proq. Ha, solig'idan 6 sotilibdi. 1 million 600 mingdan sotdingiz. Yana bormi shaqasidan? Nima qilishim? Nima qilishni? Necha pulgacha qo'zilaringiz bor? 1,5 milliondan 6 milliongacha qo'zim bor. 1,5 milliondan 6 milliongacha qo'ylari bor ekan akalar. Telefon qilaverasizlar. Qo'zi so'raganlarga mana qo'zilar serob. Nomerlar necha? 91. 91lik
364, 364 ha, 326, 326 64, 64 raqamli aloqasi qilib bonasini aytishlar yo'lda haq berishadi. 1 million 600 to'rttami 600 otibsiz? 600 otibsiz. 1 million 600. Qo'chqor ham 1 million 600 ming. 1 million 600 ming so'mga qo'chqorcha akalar. 1 million 600 sog'lomdan sotibdilar. Ilon qilishaversin. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. Hurmatli obunachilar, mana endi keyingi navbatda boladan ajragan qisir so'lovlar so'raganlarga Ho'jaka bular necha yoshda? Bitta, ikkita, uchta tuqqan qo'ylar akalar, mana 100% qisir, go'sht yo'nalishyapti endi bag'aga. Bag'aga qisir so'lovlar, hali go'shtga boqaverasizlar akalar mana. Olasizlar, qo'chqor qo'shqorsalar ham bo'laveradi. Nech pullar pullari? Nech puldan? Nech puldan? 3 milliondan? 3 million so'mdan mana akalar, qo'zini narxi degan. 3 million so'mdan bo'ylari 80 dan yo'veradi. Endi junda ichida bassa bu bir qaror kunni dunlarni olib berish orqali. Yeb ishlari yaxshi. Bo'ldi. Nomerlar necha? 91 105 0048 raqamiga aloqa qilib qo'yasizlar akalar mana. Bozorlayversin. Obunachilar savdo bo'layotgan variantlardan ko'rsatamiz. O'ziga qaysi savdo bo'lyapti? Mana Nech pul? 2 million 350 ming bo'lyapti. 2 million 350 ming savdo qilishyapti qo'chqorchaga mana akalar. E'tiborlari yaxshi ekan. 23 ham savdo qilishyapti. Mana. 2 million 350, 2 million 400 ga oling deyishyapti mana qo'chqorni. Bo'lmadi. To'g'ri bu ona bolami? Bolasi qo'chqormi sog'lommi? Bolasi sog'lom. Nech pul qilishdi? 5,5 million qo'yish. Enasi katta qo'ygan buni. Enasining zoti yaxshi, katta qo'ygan. 5,5 million so'mga berishmabdi. Nech pul bo'ldi aka? 38 bo'libdi. 3 million 800 ga sotishmabdi. Yaxshi qilibsizlar, katta qo'chqor olgan. Bozorlanaversin. Bu ena qo'ylar nech puldan aka? Sotildimi? 26 ga berdim. Ha, mana 2 million 600 ming so'mga mana akalar sotilgan variant. Qisqa sog'lom. Akamizga baraka bo'libdi. Bozorlanaversin. Hurmatli obunachi. Abdullohuz. Hurmatli obunachilar, shunday videolarimiz ham tugadi. Sizlar bilan Abdulloh Husayn Yoshad, men Abdulloh bo'ldim. Qo'ldan kelgancha video syomka qildik. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.